Maşallah, maşallah. Qaranglar qancha baliq chiqdi. Hop, mana ko'pchiligi qiziq bo'lgan Afrika, Malavi baliqlaridan qanaqa qilib ikra qo'qqosi bo'ladi. Bular mana hozir ishlagan. Bular ikkita samka. Mana bu samets, erkagi. Mana bular qolganlar samka. Hop, shuni samkalari mana hozir ikkitasida og'zida ikra bor. Hop, bular ishlagandan keyin maslahatim 5-6 kun, 7 kun, iloji bo'lsa bir 10 kundan keyin qo'qqosinglar og'zidan pashti tayyor malik bo'lib chiqadi. Endi men nimaga buni vaqtliroq qo'yyapman? Hozir bularni ishlaganiga bir 5 kun, 6 kun bo'lgan. Ya'ni ishlashi keyingi jarayoni tezlashish uchun men bulardan vaqtli ikra qo'yib olaman. Hop, bu qanaqa bo'ladi? Baliqlarni ushlab olasizlar. Tomog'ini tegi ishgan bo'ladi va ko'rim yemayotgan bo'ladi bular. As. Pishgan yo'qdik. Hop. Buni bitta qo'ldan ham bajarsa bo'ladi bemalol. Endi maslahatim sizlar Google cho'p olinglar, boshqa qilinglar mana. Hozir ishib yotibdi baliqni. Ichi to'la ikra. Buni hozir shu o'zini suvidan solib yashab turgan suvdan solib baliqni og'zidan mana ikki yo chakagina mana bitta qo'linglar bu yoq tomon, bitta qo'linglar bu yoq tomonda nomiga mana qisamiz. Maşallah, maşallah. Qaranglar qancha baliq chiqdi. Qachti tayyor bo'lib qolishibdi. Bularga nima gideti yana 4 kun 5 kuncha bor. Tayyor baliq bo'lishi. Onasiga intilyapti. Bo'lsa bo'ladi. Hozir buni yana biz oxirigacha qo'yib olamiz. Ichida qolib ketgan bo'lishi mumkin. Boshqa qolmabdi. Balonni yana obratni ko'payish uchun akvariumga qo'yib olamiz. Hop, endi ikkinchi samka. Ikkinchi samkani ham xuddi shu usulda qo'yib olinadi. Hozir ko'ramiz qani bundan yo ikra chiqarmikan yoki baliq chiqarmikan. Kela qoling endi. Hop, ikkinchisi. Xuddi shu holatda suvga qilib turiladi kallasi. Chiqib kelyapti. Bu yana ham pachti dumi bilan kallasi chiqqan ekan. Mana, vallahi. Bu yaqin ishlagan ekan. Buni qo'yib olamiz. Hop, bularni esa videoda yana davomida qo'yaman, inkubatorga soqitamiz. Hop, mana ko'rsanglar bo'ladi. Baliqlarimizni, ikralarimizni inkubatorga solib qo'ydik. Shu holatda aylanib turish kerak. Bitta joyda qotib qolish kerak emas. Inkubatorimiz bunga bitta raspiliter ulanadi, ya'ni shlanka kompressor ulanadi. Shu holatda qaynab turadi. Bu inkubatsiya jarayoni ketyapti. Xudo xolisa 5-6 kundan keyin tayyor baliq bo'lib chiqadi. Videolarimiz kimga ma'qul kelgan bo'lsa, like bilan bosib qo'yasizlar, qolganlarga ham jo'natib qo'yasizlar. Hammanglarga rahmat.